Assalomu alaykum. Bugun 4-darsni boshlaymiz. Xo'p, 4-darsda surat olib kelish, at yozish, parol qo'yishni o'rganamiz. Xo'p, surat olib kelish uchun ekranni o'ziga ham fon qilib olib kelsa bo'ladi. 3-darsda ko'rsatgandek. Xo'p, bu yerda tekst olib kelish kerak. Bu yoqqa at yozsa bo'ladi. Masalan, parol degani bor. Parol olib kelsa bu yoqqa yozgan narsalaringiz tochka bo'lib ko'rinadi. Keyin u yerdan menini olib kiramiz. Xo'p, bu bekinib turadi, chunki u ko'rinmaydi ekraningizda. Telefon orqasida aktiv bo'lib turadi, ishlab turadi. Xo'p, surat ham mana bunday qilib turib, mana opsiyalari bor, avtomatik deyapti. Suratingiz pikseliga qarab ko'payib turadi. Shuning uchun uni iloji boricha piksel bilan qo'yish kerak. Masalan, 400 qo'yaylik. 200 dan qo'yamiz. 200 piksel qo'yib turib, mana izobrazение deyapti. Men buni qo'yib qo'yamiz. Mana. Bu uzuncha bo'lib turibdi mana. O'zining pikseliga qarab uzun surat ekan, shuncha uzun bo'lib turibdi. Mayli bo'sh turibdi. 200 pikselga qaramay. Mana shuncha mashada buni manga bitishga qo'ysam, mana cho'zib qo'yadi men qo'ygan razmerda. Masalan, bu satasini 10 qilib qo'ysam ham 10 ga mana cho'zib turibdi dedim. Mana 50 qilaylik, yaxshiroq mana cho'zib tashlab. Agar mana bosib qo'ysa, o'zining figurasida turaveradi. Mana 200 qilamiz. Mana surat ham qo'yildi. Videolarni yechildim turibdi. Mana endi blokga o'tib blok tashlaymiz. Bu tekstda traverse degani bor, masalan, focus deyapti. Yerda to'xtanglar. Knopka qolib ketdi. Knopkani bosganda, xullas bu parol bilan atlarni yozganda ikkinchi betga o'tish kerak. Noto'g'ri bo'lsa, mana buni noto'g'ri deb yoziq chiqaradi bu yoqqa. Shuning uchun ekranlarimiz ham tayyor ekan mana. Mana shu yerga ochilish kerak bo'ladi. Bir duddat qilsa bo'laveradi. O'rnatgan bir. Ikkini duddat qilamiz. Shunda 3-ekranni ochamiz. Bunga kirish deymiz. Kirishda turib 50 deb qo'yayman. So'rni deb turibdi. Yerda 50 mana bo'ldi. Okruglengni qilamiz. Knopkani bosganda mana knopka bitta turibdi. Tekshirish kerak. Tekst deyapti, masalan, присвоить emas, to'xtanglar. Tekst ko'rda вызвать to'xtanglar, mana bunday qilamiz bu yerda. Mana matematikaga kirish kerak. Mana ravnoga kelib turib tekst qo'yamiz. Masalan, dars deymiz. Dars deb turib tekst, masalan, mononi tekstini qo'yamiz. Bu yoqqa tekst deb qo'yamiz mana. Mana shu tekst turibdi, mana shu tekstimiz mana tekst bo'ladi. Shu tekstda tekst deyapti, yozig'i deyapti. Ravno degan bor, masalan, ne ravno deyish ham mumkin. Masalan, dars deganda kirmaydi, boshqa so'z yozganda kirib ketaveradi. Mana ravno bo'lyapti mana. Ravno bo'lmasa ishlamaydi. To'xtanglar, buni yo'q qo'ymaydigan, ko'p ishlamaydi, to'g'ri tushmayapti. Shuning uchun mana buni qo'yamiz yana.
To'xtanglar. Qo'ymizmi? Mana qo'yamiz ekan. Пока проверить deyapti, выполнить deyapti mana. Пока проверить ga mana qo'yamiz. Buni проверить qiladi. Bu to'g'ri bo'lsa, mana выполнить bo'ldi. Tekstimiz. Buni qo'yib turib, bizga birinchi screen, birinchi bet ochilishi kerak bo'ladi. Mana shu screen deb turib, bir deymiz mana. Xo'p, birinchi knopkani bosganingizda пока проверить deyapti. Birinchi tekshirib oladi. Tekstda dars bo'lsa, unda birinchi ekranni ochadi. Birinchi ekrandan mana bular kerak emas bo'ladi. Valid etamiz. Chiqishda qo'yib qo'yaylik. Shu yerdan chiqib ketadi. Dizaynerga kirib turib, model udaltib qo'ysa bo'ladi. Va ikkinchi bet bor. İkinci bet o'chib mana bunday qilib 3 deb qo'yamiz. Tema box adashmanglar, bu только dizayn mana. Ikkinchi bet yo'q bizda. Shu 3 deb yozib qo'yish kerak. Uchinchi bet ochish kerak. Mana shu kelaydi bu yerda xato bo'lsa, hamma to'g'ri ishlaveradi, mana xato bo'lmashi kerak. Screen 3 ga kirib turib, mana. Xo'p, endi tezroq parolni ham qilaylik. Bu yerda to'xtanglar. Ikkita narsa kerak bo'lyapti. Mana bu kerak ekan. Mana qutash narsani bajaradi. Mana. Imaji. Kerak bo'ladi mana. Если deyapti, то открыть. Mana so'zlar turib, buni ham ochiladi endi. Mana bunga so'zlar deb turib, bunga qo'yib turib, bir tekst birda emas. Yopib tashlaymiz. Parolga kiramiz. Bu internet turib, mana tekstiga kirib olamiz. Parolni ham 1-2-3 deb qo'yamiz. 1-2-3 bo'lsa birda ochadi. Shu to'g'ri bo'lishi kerak. Tekshirib ko'ring. Xo'p, mana ishlash kerak. Bundan darsimiz tugadi. Xo'p, keyingi darsda mana videoning metilda ko'rsataman. Xo'p, yaxshi qolinglar.